Mayonezli salatni uncha xush ko'rmaydigan yaqinizam yeyaveradigan salat. Ishimizni tovuq filesini salomka shaklida to'g'rab olishdan boshlaymiz. Qizib turgan yog'da tovuq filesini solib, qizil paprika bilan yaxshilab qovurib olamiz. Tabga ko'ra tuz va boshqa ziravorlarni ham solishingiz mumkin. 5 minutgina qovurib, 50 ml suv solib, 10 minutga dimlab qo'yamiz. Ishonavering, salatlarga shu usulda tovuq filesini qovurib solib ko'ring, mazasi shunaqa boshqacha chiqadi. Keyingi ishimiz pomidor bilan bodringni ham salomka shaklida to'g'rab qo'yamiz. Yana bitta zo'r layfhak beraman qizlar. Bodringni mana shunaqa uzun cho'g'dan olsanglar, unaqa suvi chiqib ketmaydi. Salatimizga qo'shiladigan yana ikkita ingredient bor. Bu sir bilan tuxumdan blinch qilib olamiz. Hozir ozgina polezniy rubrika etib ketmoqchiman. Agar salatlarga sir qo'shmoqchi bo'lsangiz, men sizga aynan Bahadurovni tvordiy sirini tavsiya qilaman, chunki mazasi uncha sho'r bo'lmaydi-da, yeganda ham приятный tuyuladi. Nafaqat buterbrodlarga, aynan salatda ham zo'r tushadi. Pitssalarga eritsanglar ham rosa cho'ziluvchan bo'lib chiqadi. Ukrop, kinza yoki petrushkadan ham foydalanishingiz mumkin. Qizlar, qaranglar, tuxumdan blinch qilganimizda 4 ta tuxum, tabga ko'ra ziravorlar yaxshilab atalab olamizda. Birinchi qizigan yog'imizda, keyin tegini pasaytirib turib pishirib olamiz. Tuxumli blinchimizni ham salomka to'g'rab olamiz. Salatlarni mazali chiqsin desangiz, hamma narsani bir xil to'g'rashga harakat qiling. Ana o'shanda maza uyg'unligi вообще zo'r bo'ladi. Mayonez o'rniga smetanadan ham foydalanishingiz mumkin. Xullas, bitta gap bilan aytganda mazasi gap bo'lishi mumkin emas bo'lib chiqdi.